3 milyon 600 ming so'mdan yetkazib olib beraman Toshkentga to'g'ri vodiy bo'ylab. Undan u yog'ini kelishamiz. Kayfiyat a'lo darajada. Chunki Barsani muxlislarini tabriklab qolamiz. Bugun Barsachilar gumbillatadi, bomba qiladi, kommentariyani ham, like-ni ham tirs bosishadi. Bu ularga chiroyli sovg'alarimizni olib kelib qo'yganmiz. Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Bugun hafta kuniga dushanba 2026-yil 11-may. Biz bugungi syomkalarimizni Namangan tumani Tepaqo'rg'on qishlog'i, o'sha Optimchilar qishlog'i Sardorbek akamizning qo'ralaridan boshlaymiz. Xudo xolisa sifatli, barchasi kashtan sariq, chiroyli qo'zi-qo'chqorlar kelibdi, sog'liqlar aralash. Bularda to'liq ma'lumotlarni Sardorbek akamiz o'zlaridan olamiz. Sardorbek aka, hormang endi. Salomat bo'ling. Nima bu kayfiyatingiz juda yaxshi bugun? Bugun kayfiyat a'lo darajada. Chunki Barsani muxlislarini tabriklab qolamiz. Bugun Barsachilar gumbillatadi, bomba qiladi, kommentariyani ham, like-ni ham tirs bosishadi. Bu ularga chiroyli sovg'alarimizni olib kelib qo'yganmiz. Barsachilarga jo'natib qo'yasizlar, Barsachilar. Qo'ylar ham ikkita tug'adi shekilli, ya. Urg'ochi. Bu sovg'ani xudo xolisa sifatlarini olib keldik. Soni 5 dona-yu, lekin sifatligini. Birinchi partiyamizga 5 dona son. Bularda yosh oyliklari qanaqa, Sardorbek? Yosh oyliklari 3 oylik, 3,5 oylik atrofidagi qo'zilar 4 oyga o'tdi pashta. O'zidan ko'rib turibsizlar, juda ham sifatli. Oyoq qo'llari ham baquvvat. Bularda yosh oyliklari 4 oylik atrofida deyildi. Endi narx-navolari qanaqa bo'ladi, Sardorbek? Bularning narx-navoni aytdim, Barsani muxlislari uchun bugun aksiya bo'ladi, xudo xolasa 4 million so'mdan pul barakasini beraveramiz. Bo'ladigan 4 million so'mdan. Bo'ladigan 4 million so'm. Unaqa baland narx yo'q. Chunki bugun xursandchilik kunga aksiya qildim. Xayriga ozmoz o'tib berasiz obunachilarimiz uchun. Bir joyga olisdim 5 tani menga jo'natib yubor deysa, dastlabkasini yetkazib beraman, xayr sunnatiga o'tib beriladi. Vodiy bo'ylab Toshkentgacha yetkazib berish bepul. O'zbekiston bo'ylab kelishilgan holatda yetkazib beramiz deyishyapti. Xudo xolasa uyaltirmaydigan sovg'alar bular mana. Sifatiga baho bering, ranglari ham o'ta chiroyli. Xo'p, yo'qsa akalar, biz sizlarni uzoq kuttirmasdan ikkinchi partiyamizni ham olib chiqamiz. Ikkinchi partiyamizga bundan ham yaxshilari, narxlari o'ta yengil bo'ladi deyishyapti. Xudo xolasa keyingi partiyamizni olib chiqamiz. Hurmatli obunachilar, mana ikkinchi partiyamizni ham olib chiqib oldik. Bu yerda soni nechta, Sardorbek? Bu yerda soni 10 dona. Xudo xolasa 3 donasi qo'chqor buning ichida. Ha, 3 donasi qo'chqor, bular ham qolgani urg'ochi. 7 donasi urg'ochi. 7 donasi. Yarichka qo'zilar so'rab yurgan obunachilarimiz uchun mana bularni yana 10 donasini olib chiqdik. Hurmatli obunachilar, ko'rib turibsizlar, quloq boshlari ham, sifatlari ham. Xullas, qo'zi-qo'chqor sog'liq aralash. Bular birinchi partiyamdan qolishmaydi. Pashta bir xil. Prosta ozgina 100 ming so'm, 200 ming so'm narx rol o'ynaydi xolos, chunki narxlari o'ta qulay qilib beramiz obunachilarga. Necha puldan bular, Sardorbek? Bularni 100 ming so'mdan o'tib beramiz birinchi partiyadan. 3 million 900 dan. Ha, buni ham o'zi 4 million qo'ymoqchi edik. Endi partiya bo'lganligi uchun ozgina xayri bor 100 ming so'mdan. 37 dan berasiz bular, Sardorbek, obunachilarimiz uchun. Like bosishadi, o'zi yaxshi narx bir qo'ra qilib olib ketishadi bular. Optim olgan joyiga 3 million 700 ming so'mdan qo'lda bering. Yo, 3 million 700 dan judalik bo'lib ketadi. O'zi narxi o'ta qulay narxlar. Obunachilarga narx tushirib beryapsiz. Mayli, siz obunachilaringizga bugun aksiya bo'ladi dedim. 3 million 800 mingdan 10 donani bir joyga tortdim deysa, sotdim. Dastlabkasini O'zbekiston bo'ylab qilib beraman. Barakasini bersin. Mana hurmatli obunachilar, 3 million 800 ming so'mdan soni 10 dona, 3 dona qo'chqor bor, 7 donasi urg'ochi sog'liq hammasi. Ko'rib turibsizlar obunachilar. Rang ro'ylari ham juda ham chiroyli holatda. Xo'p, yana bormi keyingi partiya, Sardorbek? Bor, 3-partiyamizga yana bor. Shu Barsa muxlislari uchun aksiyada bo'lgan hammasi sog'lomlar ham? Sog'lom, 2 dona qo'chqori bor uning ichida ham. Bo'lmasa keyingi partiyamizni ko'rsatamiz. Hurmatli obunachilar, mana 3-partiyamizni ham olib chiqdik. Bu oxirgi partiyamiz, Sardorbek? Bu oxirgi partiyamiz. Oxirgi partiyaga ham sifatli qo'zi-qo'chqorlarimiz, sog'liqlarimiz bor-da. Soni nechta bu yerda, Sardorbek? Bu yerda soni 12 dona, 2 donasi qo'chqor, 10 donasi sog'liq. 2 dona qo'chqor, 10 donasi sog'liq. Mana shu qo'chqor ekan kelar. Xo'p, xullas buni ko'p kutirmaylikda, narx-navosini bitta ochiq qilib, chiroyli qilib aksiya dedingiz. Bugun aksiya bo'ladi dedim. Bitta narx aytaman, buni obunachilar bitta joyga shunday olsa, o'ta qulay narx beraman. Necha puldan bular, Sardorbek, tortishmaylikda bitta narx ayting, chiroyli qilib bering. Bitta tortishmaydigan narx aytaman.
Bularda shu 12 donasini uka Sardorbek menga bir joyga bering deydigan odamlar aloqaga chiqishsa, aka ukalarimizmi, tog'alarimiz, hoji bobolarimiz 3 million 600 ming so'mdan yetkazib olib beraman Toshkentga to'g'ri vodiy bo'ylab. Undan u yog'ini kelishamiz. O'zbekiston bo'ylab O'zbekiston bo'ylab kelishilgan kelishgan holda xudo xohlasa. Barakasini bersin. Hurmatli obunachilar, mana 3 million 600 ming so'mdan bunaqa qo'ylar to'g'risi. 2 donasi qo'chqor, ha? 2 donasi qo'chqor, 10 donasi bitta urg'ochi. qo'ra qilib boqib, chiroyli qilib bog'ingiz bo'lsa, bog'ingizni ichiga qo'yib yuborib, rosa boqadigan holat. Obunachilarimiz xudo xohlasa yaxshi kommentariyani bosib, laykni tirsillatib tursa, bundan bu yog'iga xudo xohlasa arzon, sifatli eng arzonlari bizda bo'ladi xudo xohlasa. Xudo xohlasa 24/7 ishlaydi. 24/7 ishlaydi. O'sha qo'ydi olaman degan insonlar aloqaga chiqishsin. Hurmatli obunachilar, mana bugungi bizga oxirgi partiyamizga juda ham chiroyli, qarang, yuzlari. Xullas, ta'rifga til ojiz. Chiroyli qilib dastlabkilar bilan yetkazib berishadi. Sardorbek 24/7 ishlaydi. 24/7 telefonlarimiz ishlaydi, aloqaga Ekrandagi raqamlarga aloqaga chiqasizlar. Bittadan like bosgan odamni qo'rasida bundan ham chiroyli minglab qo'ylar boqish nasib qilsin deymiz. Bu oxirgi partiyamiz. Barchaga rahmat. Videoni oxirigacha ko'rishni tavsiya qilamiz.